Yana bir bor assalomu alaykum, rahmatulloh barakatuh. Azizlar, go'zallikni sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi-da. O'zim ko'rib ketsam uyat bo'lar. Sizlarga ilinishim kerak edi. Ko'rsatishimiz zarur. Alp tog'larini ko'rvasizlar qanaqa chiroyli. Mana shu Alp tog'ining narigi betiga o'tamiz inshaalloh, Xudo xolasa Shvetsariyaga. Hozir biz Avstriyadamiz. Juda oz qoldi. Avstriyada 25 kilometrlar qoldi. 25 kilometrdan keyin inshaalloh Xudo xolasa Bismillahirrohmanirrohim deb Shvetsariyaga qarab yo'l bosamiz. Ana shu tepalikka cherkovni solib qo'ygan. Ayblar. Tepaliklarga yashashibdilar. Go'zallik qaranglar. Xullas go'zallikka qarab ketyapmiz. Chiqib eson-omon borib olaylik tog' tepasiga. Yo'ldan ochib qo'ygan bo'lsin. Yana qor tashyapti. Balonlarimiz lissi. Mana shu yukni ortib olsam, Xudo xolasa keyin to'palan qilamiz. Bazaga haydab tsep, yangi tsep, balonlarni ag'ishtirib, mashinani motorlarini, moylarini ag'ishtirib, dido qilib keyin kiramiz Shvetsariyaga. Bularga shunaqa sal jo'skiroq bo'lmasangiz, ag'ishtirmaydi balonni ham, boshqani ham. Barchaga yaxshi kayfiyat, Xudo xolasa Beravaligan, Beravada eson-omon chiqib o'tib olamiz. Keyin inshaalloh yana bir chiroyli manzaralar bo'lsa, albatta sizlar bilan ilinishamiz. Sizlar jonlar sog', umrlar uzun bo'lsin.